Assalomu alaykum obunachilar. Boshlang'imiz xayrli, bereketli bo'lsin, Xudoyim. Do'stlar, bugungi videomiz qolasi Cobalt bo'ladi. 2020 ga 21-yil avtomat korobka bo'ladi. Balon kelsak, bolalar zo'r. Nima uchun balonni ko'rsatasan deydi. Negativlar. O balon zo'rgina ko'rsating, zo'r emas bo'lsa ko'rsatmayman. 50% bor ekan deb aytaman. Mutiklar bilan turibdi. Buga barter avtokredit bor. Probeklarini ko'rib o'tamiz. 102.393 km yuribdi. Avtomat korobka bo'ladi do'stlar. Podograf signal yo'q, konditsioner menseri bor. Yo'llar ko'tarilib tushadi. 4-paklangan metan gazlari bor. Mana ko'rinishlari. Baxmal chexollari bilan nelar bilan turib turadimi? Mana patologlari zo'r saslanib turibdi do'stlar. Buning bahasi 115 million so'm avtomat korobka do'stlar. 20 ga 21-yil avtomat korobka mashinamiz do'stlar. Abi sistemalar bor, 4-paklangan metan gazlari bor, akkumulyator zo'r. Ustansak teshkirtirib olaverasizlar, bemalol. App ketib teshkirtirimga qalasanglar. Ustangizga aloqa chiqarasizlar. Telefonlarimiz 90 dan 420 0035 raqamga telefon etsa qiziqqanlar. Mana ko'rinishlari. Zapaska yerga tushmagan do'stlar. Metan gazlari. 115 million so'm 20-yil Cobalt do'stlar. Televizoringa. Dekabrning 21-da chiqqan. Kuz 21. Televizor aloqa netib ma'lumot tasana bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor, xudo xolasa bemalol aloqa chiqadi. Kim kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lsa, bir like bosib qo'yinglar do'stlar. Kommentariy yozib qo'yinglar. Endi kunda chiqaramiz videoni, nasib etsa.